Qiz yigitlar nigohidan ko'zini olib qochib, shodon kulgancha ayron hozir tayyor bo'ladi deya uyga ishora qildi. Qizning tip-tiniq rangi ro'yi, shahlo ko'zlari aqlni olar darajada jozibali edi. Akrom qizga suqlanib qarar ekan, tilni tiyib tura olmadi. Ay, dunyo, shu qiz ham odam bolasimi yoki ro'molga o'rangan malakmikin? Taqdirni qarang. Yo'l bo'yida ayronni ichganimizda buncha go'zallikdan bebahra qolib ketaverar ekanmiz. Agar endi har qanday ayron bo'lsa ham men uchun hayot suvdan totliroq va tog' cho'qqalaridagi muzdan ham yaxshiroq bo'lib chanqog'imni bosadi. Bale, oshna, senga ham rahmat shunday olamga olib kirganing uchun. Qilichbek ishora qilmaganida hamon tili sayrashdan to'xtamasdi. Ana shundagina qayerda kim bilan yurganligini eslab o'zini qo'lga oldi. Bu qizlarga ochig'i men ta'rif bera olmayman. Ammo til buysuyak hech to'xtatib bo'lmayapti. Dasturxon yozgan qiz gaplarga mutlaqo e'tiborsizdek o'z ishini qilardi. Oradan qancha o'tdi, bilmaydi. Bir mahal toltovoq ko'targan Oygul ichkaridan chiqib kelarkan, uni ko'rgan Akromning tili tanglayiga yopishib qoldi chog'i. Hatto o'zini mag'rur tutib turgan Qilichbek ham parishon.